Hamma yo chang. Menga qarang kelinposhsha, kuni bilan nima qildingiz? A? Kecha qilgan ovqatingizni sirozim bildimmi? Dastavka qildirgansiz. Chuchvaringizni hech ham siz qilmagansiz. Men sizni bilaman ovqatingizni. Bola boqdim deb bahona qilmang. Biz ham bola boqqanmiz. Biz ham mana 4 ta bolani boqib qo'yganmiz. Na uyga yeplisiz, na ovqatni yeplisiz. Qachon qarasa dastavka qildirasiz. Biz ham paytda dastavka bo'lmagan. Ertalab to'rdan turib qatlama qilardik, sigir sog'ardik. Nima qilasizlar sizlar? Telefon faqat. Ovqatlaringizni bermasa, nimaga bermasa, so'ng hammasi dastavka qilingan. Manchi bo'ldi. O'zi toqatim toq bo'ldi. O'g'lim yetaman deb uyingizga bir qayda borsin. Ota-onangiz bilan gaplashaman, boshqacha gaplashaman. Mana changga qarang. Mana nima bu? Ha, chang. Pardalarimni qarang, changligini. Nima ish qildingiz o'zi? Bir kunlik qilgan ishingizni qarasam, umuman ish qilmagansiz. Mana xonamga kirmagansiz ham даже. Qaynanam diyeta dedi. Ovqat mana shunaqa qiladimi? Sizlarning ham qizlar, kelininglar shunaqami? A? Salgi dastavka qilaveradi. O'zi qo'li singanmi? O'zi ovqat qilsa bo'lmaydimi? Hamma narsa dastavka.